Andijon sharoitida mehmonxona, ya'ni hostel biznesida bir oyda qancha daromad olib keladi? Bilganlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Men hozirda shunaqangi hostelga kelganman, ya'ni o'zini sauna, basseynlar bilan birgalikda. Narxini ham video davomida aytib o'tib ketaman. Ungacha kanalga podpiska bosib, shu videoni puli bor tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Binoyimiz 2 qavatdan iborat bo'lib, o'zini birinchi qavatida shunaqangi divanli zonasi hamda resepsiyon uchun foydalanishga tayyor joylarni qilib qo'yishgan ekan. Endi biz ikkinchi qavatiga sekin ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan bizda chap qo'lda shunaqangi yana bitta divanli zona. Bu yerda bemalol ovqatlanib, dam olib, televizor ko'rib o'tirsa bo'ladi. Binoyimizning ikkinchi qavatida umumiy 4 ta yotoqxona, bitta oshxona hamda 2 ta sanuzel mavjud. Hozirda bu birinchi yotoqxonasi hamda bu yerda 4 ta kravat, bitta televizor hamda konditsioneri bor. Koridor qismidan chap qo'lga kirganimizda bizda ikkinchi yotoqxona, ya'ni bu yer oilaviyga moslashgan ekan. O'zini televizori, lyustralarni ko'ryapsizlar, xonalar yorug' hamda remonti ham yaxshi holatda turibdi. Ushbu ko'rib turgan joylar oshxona, ya'ni bu yerda kelgan mijozlar bemalol foydalansa bo'ladi. O'zining konditsionerlari ham bor ekan hamda binoyimizning orqa qismida o'zining alohida hovlisi ham mavjud. Koridorimizda oxirgi yurib kelar ekanmiz. Bizda o'ng va chap qo'lda 2 ta xona bor va bu yerda umumiy 8 ta kravat, televizor, konditsioner hamda o'zining alohida sanuzelga ega. Manzil Andijon shahar Qo'sharg'i daqasi Marsni oldida. Narxiga keladigan bo'lsak, egalar tomonidan barcha mebel texnikalari bilan birgalikda $180,000 narx aytilyapti. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. To'lovsiz xohlagan usulda.